Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 30-aprel haftani chorshanba kuni Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Xo'p. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni ertalab 4:30-5 ta bozor boshlanadi. Kunduzi 12 ga doğru bozor bo'lmoqda hozirgi vaqtda. Xo'p, bularning narxi aka, mana bular narxini necha bildin? Turk hiblarimiz. Turk hibalar 24 ming so'mdan pashkaga ekan. 30 mingdan donaga beryapti. Donaga 30 ming so'mdan ekan. 6 xil rasvetkasi bor ekan. Razmerlar nechadan nechigacha? 52 dan 56 gachalik. 52 dan 56 gacha razmerlar ekan. Bu tarafimizdagilar 18 mingdan. Bular biz Lacoste materialda. Bular 18 ming so'mdan ekan pachkaga. Lacoste material ekan, materiali. Bularimiz 15 mingdan. Qaysilar 15 ming? Mana bularimiz 15 mingdan. Bular ham Lacoste material. Bular 15 ming so'mdan ekan. 56 dan 52 dan 56 gacha razmer. Hop, narxi? Narxi 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan ekan. Hop. Mana bu pachkalarda mana yangi ochilmaganlari shu yerda futbolkalarda. Telefon nomer 90lik 629 8874. Donaga necha pul qilib berasiz buni? Buni 20 ming. Donaga 20 ming qilib berishar ekan. Dona pasti yo'q. Hop.